Murat baba, charchamayapsizlarmi? Yo'q, hammasi joyida. Xolmurat baba, shaharga bunday kelib qopsizlar, bir yaxshiroq ishga joylashsalaringiz bo'lmaydimi? Qayerdan topamiz? Ishni qayerdan topamiz? Qishloqdan keldik, ko'rdik, joylashdik-da. To'xtang, men sizga zo'r sexlar topib beraman. Fabrikalar bor, sexlar bor. Qani o'zimiz Telefonda qarang. Nevarangizga ayting, nevarangiz bilan birga topsalaringiz bo'ladi. Men hozir. Qaragan ol. Nima dedi u? Sex deydimi? Sex deb qidirqaram. O'zingiz yozmasangiz men chota tushunmayapman bu. Google'dan yozamizda, uni sendan inglizchani qayerdan bilasan qishloqda? Darsga kirmay molroq yurgandan keyin qoni bitib sex deb yozamizda. Baba nima chiqdi? Ya bu ishlar qiyin, buni sen eplolmaysan. Atroflarimni ko'rayotgan. Baba nima chiqdi? Mana bir ikki sex degan chiqdi, birovarimni ko'rayotganman. Bir ko'rsating qani, ha? Ya ur sen buni eplolmaysan bu sex ishini, bu qiyin ekan bu ish. Mal o'z biron bir ish qidirib qo'ying baba. Yotdim. Voy, inang umr bitdi bilay. Hamma shahar ketim sex tashlaymansa shu yerdan shahardan sex.